Demak, bizda UI o'rnatildi. UI hozir biz game scene'damiz. Save. Canvas round. Xo'sh, demak bizda UI o'rnatildi. Insert button prefab ham yaratildi. Prefab, insert button prefabimiz yaratildi. Insert button object pool. Object pooling qilindi. Game controller game obyektini yaratdik. Mana lekin game controller klassini hali yaratganimiz yo'q. Demak, script ochib game controller skriptini yozib chiqamiz. C# script game controller game controller obyektiga beramiz. New demak birinchi yozishimiz kerak bo'lgan kod bu using namespace qo'shishimiz kerak. Hozir ochyapti. Game controller skriptini ochib berish kerak bizga. Hali ochilmadi. Game controller enter endi ochilyapti. Xo'sh, game controller ochildi. Using Unity Engine UI. Using Unity Engine Management, Scene Management, chunki game sahnalari bilan, ya'ni scenelar bilan ishlaymiz va list bilan ishlaymiz. Shuning uchun system generic collection generic list bilan ishlaymiz. Shuning uchun generic collection generic namespace ni qo'shishimiz kerak bo'ladi. Xo'sh, demak namespace'larni qo'shdik. Endi esa bizga kerak bo'ladigan private variable'larni, public variable'larni yozib chiqishimiz kerak. Private data controller chunki data controller obyekti kerak, chunki biz undan savol, javob va boshqa kerakli datalarni olishimiz uchun. Private round data current round data. Private question data bunimiz list bo'ladi yoki array bo'ladi. Bu variable'imiz question pool. Private boolean is round active. Ya'ni demak round kerak bizga, round data bu katta harfda bo'ladi. Question kerak, chunki question data klassidan biz o'sha savollarni olamiz. Answer data kerak emas. Nimaga deganda question datamizning o'zida answer data klassi mavjud. Shuning uchun ham bu yerga biz answer data klassini yozmaymiz. U kerak emas bizga. O'sha ikki marta yozmaslik uchun ham question dataga answer datani yozib qo'yganmiz. Bu yoqqa yozmaslik uchun ham. Is round active. Demak, bu round aktiv bo'lishi mumkin yoki deactivate qilishimiz mumkin. O'shaning uchun kerak bo'ladi boolean. Private
float time remaining time remaining o'sha time remaining ya'ni bir o'sha savol vaqt beriladi, o'sha vaqtni o'lchash uchun kerak bo'ladi bizga private int yoki o'sha butun savollarni necha soniyada o'quvchi bitirdi. Shuning uchun ham bizga time remaining variable kerak bo'ladi. Int question index bu o'sha indeksi, arrayni indeksi uchun kerak. Private int player score ya'ni har to'g'ri savolga, ya'ni har bir to'g'ri javobga skor beriladi, ball beriladi. Shuning uchun kerak. Xo'sh, yana nima? Private list, ya'ni bu nima edi bu? Game object tugmachalari uchun list kerak bo'ladi bizga. Game object tipidagi answer button game objects equal new list game object. Bu list kerak bo'ladi bizga. Mana shu agar collection genericni yozmasak, tepada namespace ni list ishlata olmaymiz. Shuning uchun yozib qo'ydik, list ishlatishimiz uchun. Endi esa startda ma'lum bir narsalarni e'lon qilib o'tamiz. Xo'sh, data controller equal find object type. Find object, bitta object, bizga objektlar emas, bitta dona kerak. Shuning uchun bittani yozamiz. Data controller equals not equal, ya'ni shu data controllerga bu nima degani? Find object type. Bu o'zi bu narsa tanqid qilinadi game Unity scriptda. Find object type yoki find objects of type, finddan iloji boricha foydalanmaslikka harakat qilinadi. Sababi ba'zi holatlarda topolmay qolsa null reference ketib qoladi, kod ishlamay qolishi mumkin. Shuning uchun bu og'ir kod, birinchidan og'ir kod, ikkinchidan o'sha obyektni topolmaslik holati bo'lib qolishi mumkin. Shu ikkita sababga ko'ra bu koddan qochiladi. Biz nimaga hozir qo'rqmasdan buni yozdik? Hamma ishlatmaslik kerak deyotgan bo'lsa, nimaga biz ishlatyapmiz deyiladigan savol tug'ilsa, agar esimizda bo'lsa, skriptni save qilamiz. Agar esimizda bo'lsa, data controller obyekti bizda birinchi, ya'ni persistent sahnasida yaratganmiz data controllerni. Play'ni bosamiz. Hozir menu screenga o'tib ketdi avtomatik tarzda. Lekin data controller ham o'tdi. Nega data controller o'tdi deganda, chunki data controller skriptimizda don't destroy onload degan kodimiz bor. Start game bosganimda mana game scene-ga o'tdi. Game scene-da ham data controller hamon turibdi. Ya'ni esimizda bo'lsa, o'sha persistent scene-dagi data controller obyekti menu screendan game screenga o'tishini biz ta'minlaganmiz. Qanday qilib ta'minlaganmiz deyiladigan bo'lsa, mana skriptimizni ochamiz. Data controller, ya'ni don't destroy onload, ya'ni shu kodimizni bor bo'lganligi uchun biz aniq ishonch hosil qilyapmiz. Data controller obyekti
data controller klassi data controller tipiga tegishli bo'lgan obyekt game scene'da mavjud. Hozir bu game controller skriptimiz bu game scene'da yaratilyapti. Bu nima qiladi? Bu mana shu code find object of type data controller degani bu game sahnasidagi barcha obyektlarni tekshirib chiqadi. Bu qana data controller bormi? Bunda yo'q. Bunda bormi? Data controller bunda bormi? Bunda bormi? Hammasini tekshirib chiqadi. Topgan payti data controller klassiga tegishli bo'lgan obyektni topgan payti o'sha obyektni data controllerga beradi. Shu buni vazifasi. Demak, hozir bizda data controller bu yerda yo'q, lekin runtime'da mavjud bo'ladi. Sababi bizga data controller persistent menu screendan game'ga o'tib keladi. O'sha o'tib kelgan paytda biz uni topib data controllerga beramiz. Ya'ni shu vazifasi. Bu holatda find object type data controllerni topa olmay qolishi mumkin emas. Nimaga deganda data controllerimizda don't destroy unload yozilgan. Bu hech qachon o'chib ketmaydi, har doim har scene'da mavjud bo'laveradi. Mana hozir game scene'da data controllerimiz mavjud emas. Lekin men persistentga qaytib play'ni bossam, menu screenga o'tdim, start game'i bossam, game'ga o'tadi. Mana game'ga o'tib qoldi. Va mana data controller turibdi. Lekin game scene'da o'zi aslida yo'q. Lekin runtime'da data controller bu yerga kelib qoladi va o'sha paytda bu kodimiz topadi data controllerni topgandan keyin data controller obyektiga beradi. Ya'ni biz mana shu data controller orqali data controllerga berilgandan keyin biz data controllerga murojaat qila olamiz ixtiyoriy qismiga. Bo'ldi shu. Demak, current round data data controller get current round data. Demak, round data klassini obyektiga biz data controllerdan round datani beramiz. Ya'ni data controllerimizda bizda o'sha round get current round data degan metodimiz bor. Shu metod orqali biz roundlarni chaqirib olamiz. Data controllerdan roundlarni chaqirdik va o'sha roundlarni current round dataga berdik. Demak, tushunarli bo'ldi. Question pool equal current round data dot question. Demak, current round datada hozir round datamiz bor. Round datamizda esa question bor. Ya'ni mana round datamizda question data bor. Ya'ni biz round datadan questionni chaqirib oldik va o'sha question datani question poolga berdik. Tushunarli bo'ldi menimcha. Time remaining equal current round data time limit seconds. Yana xuddi o'sha holat. Round datadan time limit seconds ni chaqirib oldik. Round datada mana time limit seconds bor. O'shani chaqirib oldik va time remaining ga berdik. Demak, barcha bizga kerakli bo'lgan datalarni biz game controller skriptiga chaqirib olib berdik. O'zimizning variablellarimizga endi bemalol ularga murojaat qilib ishlatishimiz mumkin bo'ladi inshaalloh.
yana ba'zi bir narsalarga qiymat berib o'tishimiz kerak. Player score boshlanishida 0 ga teng bo'ladi. Question index ham 0 ga teng bo'ladi. Is round active teng true bo'ladi. Save qilamiz skriptimizni. Demak, menimcha hammasiga izoh berib o'tdim. Endi esa metodlarimizni yaratamiz. Private void show question, ya'ni savollarni ko'rsatish metodi. Undan oldin esa boshqa metodni yaratishimiz kerak ekan. Void remove answer button. Remove answer buttons. Bu metodimiz game sahnasidagi answer buttonlarni remove qilishga xizmat qiladi. Ya'ni game sahnasidagi javob tugmachalarini o'chirishga yoki deactivate qilishga xizmat qiladi. While demak public variable e'lon qilishimiz kerak ekan. Public simple object pool answers button object pool. Bizga aynan ana shu simple object pool, simple object pool klassimiz bor. Ko'k bo'lishi kerak. Tushunmadim. Ko'k bo'ldi. Ko'k rangi o'zgardi. Demak, answers button object pool bizga shu kerak. While answer button object pool dot count object pool nimadirni unutdim. Boshqa narsa yozishimiz kerak edi. Hozir nimadir bu to'g'ri esimga tushdi. Demak, bu mana bu answer button game objects.
ya'ni buni emas, balkim answer button game objects while game objects dot count yana ishlamayapti. Nega ishlamayapti? Nega ishlamayapti? Nega ishlamayapti? Ishlash kerak. Demak bu metodga noto'g'ri. Buni qo'ymasligim kerak. Demak private list. Bu listimiz answer button game objects, ya'ni javob tugmachalari listi. Ya'ni game sahnasidagi barcha javob tugmachalarini aynan mana shu listga beramiz. Copy while dot count katta bo'lsa 0 dan. Demak 0 dan katta bo'lsam, ya'ni qandaydir ya'ni bu nima degani? Game sahnasida qandaydir javob tugmachalari mavjud bo'lsa, deyapti. Mana shu while loopimiz ishlaydi. Answers button object pool dot return object answer button objects 0. Game sahnasida ma'lum bir ma'lum bir javob tugmachalari mavjud bo'lsa, aynan o'sha javob tugmachalarini biz mana bu metodni chaqirish orqali deactivate yoki destroy qilamiz. Bu obyekt, mana bu metodimiz, bu simple object pool klassidagi metod. Esimizda bo'lsa, men simple object pool skriptiga to'xtalib o'tmagan edim. Ya'ni u yerda 3 ta metodimiz bor. Aynan hozir men bu metodlarga to'xtalib o'taman, chunki aynan hozir ishlatyapmiz o'sha metodlarni. Ishlatish jarayonida o'sha metodlarni tushuntirib berish ancha oson bo'ladi, tushunish. Demak answer button objects answer button game objects remove at 0. Xo'sh, nima qilamiz? Demak listimizni birinchi elementini beramiz. Mana bu metodni chaqirish orqali answer button object pool tepada e'lon qildik. Bu public, ya'ni bu object pooling obyekti. Shu bilan return objectni chaqirdik. Return object bu simple object pool skriptini ichidagi return object, ya'ni mana bu metod. Demak buni ichiga nima kelib tushadi? Bu yerga to return degan joyga nima kelib tushadi? To return. Bu yerga game controller listimizda demak javob tugmachalari bor. O'sha javob tugmachalarini birinchi elementi kelib tushadi. Birinchi tugma mana bu yerga kelib tushadi. Tushdi. Endi nima bo'ldi?
o'sha listimizni birinchi elementi, ya'ni javob tugmachasiga biz pulled object komponentasini beramiz. Pulled object komponentini berganimizdan keyin o'sha tugmachani pulled objectga beramiz. Demak, hozir pulled object bu tugmachasi, javob tugmachasi hisoblanadi. U 0 ga teng emas, aniq. Va pulled object.pull teng this, ya'ni shu skript. Ya'ni bu kod ishlasa, agar shu kodimiz ishlaydigan bo'lsa, javob tugmachasini deactivate qilamiz, ya'ni set active false. Demak, game sahnasidagi javob tugmasi false bo'ldi, deactivate bo'ldi va uni mana bu yerda inactive instance degan stekimiz bor. Tepada e'lon qilganmiz. Mana inactive instance degan stek bor. Bu aktiv bo'lmagan prefab obyektlarning to'plami. Ya'ni bu bilan nimaga erishamiz? Add instance to the collection of integer. Ya'ni false qildik, game tugmasini false qildik, deactivate qildik. Bu o'sha deactivate qilgan tugmani deactivate qilingan javob tugmachasini stekka beramiz. Push, ya'ni qo'shiladi stekimizga. O'sha bu o'zi inactive instance degani o'sha aktiv bo'lmagan tugmachalarni o'zida yig'ib turadigan bitta stek hisoblanadi. Demak, bu yig'ib oldi. Agarda bu shartimiz bajarilmasa, uni aksi bo'ladigan bo'lsa, destroy, ya'ni o'sha javob tugmachasini destroy qilib o'chirib tashladigan ma'no. Demak, ikkita shart, yoki o'chirib tashlaydi yoki deactivate qiladi. Deactivate qilganda ham o'sha deactivate qilingan obyektlarni stekimiz esa doim yig'ib boraveradi. Shu game controllerga qaytamiz. Demak, bu kodimiz tushunarli bo'ldi. Endi esa answer button game objects dot remove it, ya'ni bu nima degani? Listimizdagi birinchi tugmani o'chir degani. Ya'ni answer button game objects bu list. Answer button game objects. Ana o'sha listni birinchi elementini o'chir degan kodni yozdik. Xo'sh, public simple object. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, aktiv bo'lgan answer button game obyektlarini pullga jo'natdik va pullga jo'natganimizdan keyin deactivate qildik va inactive stekiga qo'shib qo'ydik o'sha deactivate qilingan knopkalarni, tugmachalarni. Keyin esa aktiv bo'lgan answer button game obyektlaridan o'sha indeksli answer buttonni o'chirdik. Pullga yubordik, deactivate qildik va o'sha indeksdagi buttonni listimizdan o'chirib tashladik. Ana endi mana shu remove answer button degan metodni show question da e'lon qilamiz, chaqirib olamiz. Chaqirib oldik. Xo'sh, bu nimaga kerak? Yangi savollarni
javoblarni o'sha ko'rsatish uchun, display qilish uchun biz avvalgi javoblarni game sahnasidan o'chirishimiz yoki deactivate qilishimiz kerak edi. Demak, avval birinchi ish game sahnasidagi buttonlarni yoki o'sha savollar, umuman game sahnasidagi avvalgi savolga tegishli bo'lgan barcha javoblar, savollarni deactivate qilish yoki o'chirib tashlash kerak. Ana undan keyin yangisini e'lon qilib show, ya'ni ko'rsatish kerak bo'ladi. Demak, yangi xo'sh nima qilamiz? Remove answer button metodini chaqirib oldik. Endi esa question data question pool question index equal. Xo'sh, nima qildik? Question pool degan tepada qani question data klassini obyekti bor, question pool degan. Ana o'shani biz question index 0 ga teng. Ana o'sha obyektni biz question data klassiga tegishli bo'lgan boshqa bir question data ga berdik. Bu ikkalasini klassi tipi bir xil. Bu ham question data, bu obyektni tipi ham question data, buni tipi ham question data. Bunga berdik. Bizga shu o'rinda yana bitta public variable kerak bo'ladi. Public text question text bo'la qolsin. Public question text. Shu narsa kerak bo'ladi bizga. Question text dot text equal question data dot question text. Question data. Question data. Sal adashib ketaman. Bu yerda adashib ketaman. Question textni o'zgartiramiz. Question display qilamiz. Display text. Shu to'g'ri bo'ladi. O'shanda ko'rinadi. Dot text equal question data question text. Nega chiqmayapti? Nega
nega chiqmayapti? Question data, question pool, question index. Question pool degan array. Qani question pool arrayimiz mana. Question pool arrayni birinchi elementini, ya'ni birinchi savolni question dataga berdik. Question display text dot text ga question data question textni berishimiz kerak. Nega ishlamayapsan? Ablah. Question data dot question text bo'lib chiqishi kerak, chiqmayapti. Shu question data data ketib qoldi-da. Shu yerda xato. Buni text qilishimiz kerak. Chunki bu data emas, text. Question text shuning uchun ko'rinmayotgan ekan. Qani game controller endi ko'rinadi. Question data, question text. Demak, pooldan, arraydan birinchi savolni olib question dataga beramiz. Question datani, question textini esa question display textga beramiz. Ya'ni mana bu question textni biz question display textga berdik. Endi bemalol uni o'sha public bo'lganligi uchun game sahnasida inspektor paneli orqali display qilishimiz mumkin bemalol, inshaalloh. Endi esa savolga tegishli bo'lgan javoblarni display qilishimiz kerak. Har bir savolning o'ziga yarasha javoblari bor. Ma'lum bir 4 ta, 5 ta, 2 ta javob tekstlari va buttonlarini display qilishimiz kerak. Buning uchun for loopdan foydalanamiz. For int e equal 0, e kichik question data, question display text, question data equal answers dot length e plus plus. Yani question data o'sha birinchi savolni, ya'ni question data bo'lsa 0 dan hisoblaydi question data answers length gacha. Birinchi siklda bir marta aynaladi sikl, chunki question indeksimiz 0. Shuning uchun bir marta aynaladi. Keyingi safar question index oshib boravergani sari bu aylanaveradi.
Ana bu sekilgi o'zini o'rnida bir chiroyli to'xtalib o'tamiz. Bufferja hozircha mana tushunarli. Remove enter button. Xo'sh, bizga nima kerak? Nima kerak? Game object answer button game object equal answer object pool answer object pool answer button object pool nokta get object boya qani bizani boya mana return object metodini tushuntirib bergandim. Endi hozir biz get object degan metodni foydalanyapmiz. Mana o'z o'rnida mana hozir qo'ldan kelgancha tushuntirib o'taman. Demak, buttonlarni oldik. Endi esa uni ma'lum bir pozitsiya. Xo'sh, qani keldik. Mana shu yerga. Answer button object pool get object. Xullas bu metodimiz javob tugmachalarini olishga xizmat qiladi. Nima qiladi? Bu yerdan tekshiradi. Stackimizda 0 dan kattami stackimiz? Ya'ni stackda inaktiv bo'lgan game tugmachalari mavjud. Agar o'sha game tugmachalari mavjud bo'lsa, o'sha stackni tozalab tashlaydi deyapti. Agar inaktiv stackimizda hech qanday game obyekti mavjud bo'lmasa, u holatda agar stackimizda inaktiv game tugmachalari bo'lmasa, javob tugmachalari bo'lmasa, javob tugmachalarini instantiate qil, ya'ni yarat. Uni yaratganingdan keyin o'sha yaratilgan javob tugmachasiga pulled object komponentasini berganingdan keyin uni pull qil va diskga tenglashtir. Set active true qilasan, ya'ni spawn object bu degani bu obyekt, bu o'sha javob tugmachasi. Uni deactivate qil va o'sha javob tugmachasini qaytar deyapti. Demak, bu metodimiz bizga qaytaradi. Nimani qaytaradi? Javob tugmachasini qaytaradi. Javob tugmachasini, demak, javob tugmachasini oldik. Endi esa uni ma'lum bir pozitsiyada, ma'lum bir, ya'ni game sahnasini qaysidir bir pozitsiyasiga qo'yishimiz kerak. Uni nima qilamiz desak, uni parentlash yo'li orqali qilamiz. Buning uchun bizga transform kerak. Public transform answer
button parent. Shu obyektni mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Answer button game objects. Answer button game object dot transform set parent answer button parent equal. Nima qildik? Shu kodimiz bilan buttonlarni to'g'ri ketma-ketlikda game sahnasida display qilishimiz mumkin bo'ladi. Buttonlarni parentlash bilan vertical layout grupga kirib olamiz. Ya'ni mana bu answer button parentimiz bu public. Mana answer button bu public. Misol uchun game controller bo'lsa, hozir bu yerda public variablelarimiz qo'yilgan. Mana answer button parent. Answer button parentga biz question panel, answer panel. Aynan mana shu answer panelni biz game controller answer button panelga qo'yamiz. Mana shu panelni, bu panelimiz mana bu panel. Shu panelni biz mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Answer panelimizda vertical layout group bor. Shu komponentlarni qo'shgan edik, esingizda bo'lsa avval. Bu vertical layout gruppi vazifasi mana o'zi anaqa qilib qo'ygan. Nima deydi? Значогida bor. Mana shu answer panelning ichida nechta obyekt bo'lsa, qat'iy nazar u bir xil orasini bir xil masofada ketma-ket qo'yib boradi. Vertikal shaklda, ya'ni vertical layout group. Gruppalikda obyektlarni orasidagi masofasini bir xil shaklda. Shu. Biz hozir o'sha nima deydi? Javob tugmachasini parentladik. Ya'ni set parent orqali shu panelga olib kirdik desak ham bo'ladi. Qo'pol qilib aytganda. Endi esa obyektlarni listga qo'shamiz. Tepada listimiz bor edi, ya'ni mana bu answer game objects degan listimiz bor edi. Shutga biz qo'shishimiz kerak. Add answer button object. Answer button object listimizga qo'shib qo'ydik o'sha aktiv bo'lgan javob tugmasini. Xo'sh, endi nima qilamiz? Answer button thing answer button game object. Get component answer button demak javob tugmasiga answer button komponentasini qo'shib o'sha narsani answer buttonga berdik. Answer button obyektiga berdik. Answer button
answer button game obyektiga answer button komponentini berdik, ya'ni get komponent qilib oldik. Olganimizdan keyin va o'sha o'zini answer button obyektini, ya'ni javob tugmasida answer button komponenti bor. Endi xuddi o'sha javob tugmasini answer buttonga berib yuboramiz va answer button dot set up question data. Answer question data xato yozilib ketib qolibdi. Question data answers bo'ladi. Save qildik. Data controller, game controller answers setupga nima kelib tushdi? Button kelib tushdi. Button qaysi button kelib tushdi? Bizga kerakli bo'lgan button kelib tushdi, ya'ni javob tugmasi. Setup esa setupning vazifasi javob tugmasini displayda namoyon qilish va javob tugmasiga ma'lum bir tekstni berish. Demak, shu ish bajarildi. Xo'sh. Show question bitta ishi. Endi uni start ichida chaqiramiz. Start metodini ichida chaqiramiz. Start function ichida chaqiramiz. Save qilamiz kodni. Endi bo'lsa inspector panelidan answer panelini bu yoqqa beramiz. Question display text. Qayerdadir xato ketib qolibdimi? Qirolda 36. Bu yerda ham o'zgartirdik-ku question datani. Spellda noto'g'ri ketib qoldi. O'shani xato deyapti. Mana shuni o'zgartirib qo'ysak, endi to'g'ri bo'ldi. Save. To'g'ri bo'ldi. Xo'sh. Skriptimiz public'larga qarab olaylik. Transform o'rnatdim. Public text question display text. Question display text degan. Question display text. Question, ya'ni mana buni berishim kerak. Game controller text answer button object. Nima endi bu? Object pool. Object poolga mana buni berishim kerak. Game controller simple object pool. Deixa-me shuni berishim kerak. Save qilamiz.